Алекс Гарсия, Хунио Вальверде, Хуан Фернандес, Сильвия Алонсо, Хорде Рико, Мария Кастро, Антонио Веласкес, Borlar zamini filmida qarz muddatini uzaytirmoqchisiz. Hammasini qaytaramiz. Ont ichaman. Hozircha shu pullarni oling. Juda yaxshi. Buni gaplashib olamiz. Shubham yo'q, oqilona bir to'xtamga kelamiz. Yelena. Yura qol. Bu yerda nima qilyapti? Yelenani oldiga keldim. E'tirozingiz bormi? Ketiraman. Buni senga aloqasi yo'q. Senga kelma degandim. Unga quloq solmang. Nega kelganini bilmayman ham. Iltimos pulni oling. Yo'q, Yelena. Faqat sen bilan kelishaman deb o'ylagandim. Lekin bir to'xtamga kela olmadik. Qarzni to'lash muddati avvalgidek qoladi. Hayda. Turqini ko'rdingmi? Endi hech qachon senga yaqinlashmaydi. Roman, ish yuzasidan uchrashgandik. Lobo bilan deyarli kelishib olgandik. Yelena, bu yuzsizni niyatini o'zing yaxshi bilasan. Hali menga rahmat aytasan. Ha, to'g'ri. Rahmat aytaman. Do'konimizni tortib olib dadani qamoqqa tiqishsa boshim ko'kka yetadi. Seni Loboni yonda ko'rishga toqat qila olmayman. Bunga chiday olmayman. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kimsanki menga yo'l ko'rsatadigan? Gapir. Hech kimmanmi? Roman, bundan hech narsa chiqmaydi. Chunki Loboni yoniga yalinib bording. Yo'q, bu aqlga sig'maydi. Menda muammolar ko'p. Seni yordam berishga qurbing yetmaydi. O'zingga bir qara. Navqiron yigitsan. Meni yonimda emas, o'zing tengi qizlar yonida bo'lishing kerak. Menga o qizlarning keragi yo'q, Yelena. Seni yoningda bo'lmoqchiman. Puldan ham tashvish tortma, xo'pmi? Bir yo'lni topaman. Seni sevaman. Lekin men seni sevmayman. Mer keladigan bo'lsa, hammasini oldindan tayyorlab qo'yish kerak. Qahvaxonamni majlisxonaga aylantirgani uchun menga pul to'lashadi degan umiddaman. Buni orzu qilmasdim. Xayrli tong, senyor mer. Iltimos, menga suv bering. Xayrli tong. Qishloqdoshlar, xizmat burchimga ko'ra rahmat. Har sifatda o'z burchimni bajarish ehtimol sizga ma'qul bo'lmas. Ma'lumki, orangizda ko'pchilik senyor Lobodan yer yoki uyni ijaraga olib tadbirkorlik qilib kelyapsiz. Barchangiz undan qarzdorsiz. Qarzni qaytarish burchimiz, shunday qilib kelyapmiz ham. To'g'ri. Endi obdan hisob-kitob qiladigan payt keldi. To'lig'icha. Bir hafta muhlat berildi. Lobo oilasi hozir pulga muhtoj. Qarzni qaytarish haqidagi talabi qonunga to'g'ri keladi. Nima bo'lganda ham shuncha yillardan beri saxovat peshaligidan foydalanib kelyapsizlar. Saxovat peshalik axir bu sudxo'rlik-ku. Jim, tinchlaninglar. Qarzni o'z muddatida to'lay olmaganlar nima bo'ladi? Bu holatda qonun doirasida chora ko'riladi. Kim qarzni to'lay olmasa, mol-mulki musodara qilinadi. Qonunga muvofiq to'lanmagan qarzlar uchun fuqaro ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Qamaladimi? Qonunda shunday deyilganmi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Qamoqqa tushish Qonunda shunday deyilganmi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Qamoqqa tushish ehtimoli juda yuqori.
Mana ro'yxat. Kim qancha qarzdorligini bilib olishi uchun ovoz chiqarib o'qiyman. Serapio Leano Martinez 250 real. Andres Moncada Exposito 50 real. Yerni qanday ahvolga solishibdi? Bor yo'g'imizni tortib oladi. Koshkida faqat shu bo'lsa. Qonunda nima deb yozilganini eshitdingmi? Qarz to'lanmaydigan bo'lsa qamoqqa tiqishadi. Avval biz, keyin farzandlarimiz. Farzandlarimiz farzandlarni ham. Bu hayotga o't tushsin. Kambag'allik ayib emas deyishadi-yu, qonun bilan jazolashadi. Balki kambag'aldirman. Lekin so'qoq emasman. Bunga e'tiroz bildiraman. O'zimga tegishli narsa uchun kurashaman. Ispaniyaning barcha qishloqlarida g'alayon bo'lyapti. Bunday vaqtda biz nima qilyapmiz? Hech narsa. Nima deyishsa indamay ko'nyapmizmi? To'g'ri shunday. Boshqa ilojimiz yo'q. Sizlarni bilmadim-u. Lekin men Loboni oldiga boraman. To'lash uchun pulim yo'qligini aytaman. Dadam bir umr qora mehnat qildi. Ijara puli to'ladi. Endi yomon munosabatda bo'lishga haqqi yo'q. To'g'ri aytyapsan. Bizga shafqatsizlarcha muomala qilishyapti. Moldan ham battar. Ularni molxonada saqlashadi. Qorni doim to'q. Shuning uchun iltimos qilib o'tirmayman, Anselmo. Dadil gapiryapsan, baribir qamoqqa tiqib qo'yishadi-da. Ehtimol, lekin urinib ko'raman. To'xta, shoshmay tur. Anselmo, rostdan qo'rqoqlik qilyapmiz. Loba hech qachon hozirgidek ojiz bo'lmagan. Yelenaga quloq solishimiz kerak, sen bilan boraman. Yo'q, Erminiya, men fikrimni aytdim, o'zingiz hal qiling. Yelena to'g'ri aytyapti. Hozir bo'lmasa unda qachon? Yelena bilan boramizmi? Ha, boramiz. Ovozingizni eshitmayapman, yuragingiz dov bermayaptimi deyman. Yelena bilan boramizmi yo'qmi? Ha! Tinchlaning, tinchlaning. Ortiqcha urinmang. Meni qanday topdingiz, shunga hayronman. Ko'pchilik qiynalgan. Qiziqtirib qo'yadigan surat bor dedingizmi? Xo'sh. Bu oddiy surat emas, haqiqiy san'at asari. Kim San Fransisko Goya qalamiga mansub durdona asar. Qachonlarda suratni eshitishimga qaraganda Alba Gertsegi tasarruf qilgan. Yevropa muzeylari uchun noyob topilma. Buyuk musavvirning buyuk ijodi. Jamari bo'ldi. Endi ishga kiramiz. Badbo'y kit kelyapti-ku. Bilaman, suratni saqlash jarayonida allaqanday organik moddadan foydalanishgan. Hidi bilan kimning nima ishi bor? Muhimi surat shu yerda. Bizni qo'limizda. Pul qani?
Ha, tangani ovozi yoqimli. Menimcha qog'ozbozlik qilish shart emas, to'g'rimi? Ey xudo, bunga kelishmagandik-ku. La'nat o'g'rilar. Voy. Pulimni qaytar. Bizni o'g'ri deyapsanmi? Unda o'zingiz kimsiz? Hech biringiz Alba Gertsiga o'xshamaysizlar. Kulgili gap aytdimmi? Endi bu yerdan hoziroq daf bo'ling. Pul bilan surat bizda qoladi. Yaxshi. Sen ham chekasanmi? Bo'ldi, g'ashimga tegyapsan. Mayli, o'zingni bos. Ketamiz dedim-ku. Pulni oldiraman. Aqldan ozganmisan? Ketdik, Sesar. Ketdik. Yura qol. Siz va oilangizga shuncha tashvish keltirgandan keyin ham bravolar nima uchun tirik yurishganiga tushunmayapman. Ishing bo'lmasin. Qishloqqa borasan, odamlarni to'plab, bu yerda kim xo'jaligini uqtirib qo'yasan. Baquvvat odamlardan ko'z ostingga olib qo'y. Hozir qo'lingizda ishlamayapman. Bu yerda nima qilyapsan? Aytaylik, mehmonga keldim. Haftadan qishloqdagilar sizdan yuz o'girgan. Ha, shunga o'xshaydi. It yomon bo'lsa o'z egasini qopadi. Lekin bu o'tmishda qoldi. Barcha qarzlarni bir haftada qaytarishni talab qildim. Endi hammasi tushunarli. Faqat ehtiyot bo'ling. Xalq g'azablansa nima bo'lishini yaxshi bilasiz. Hammasini o'ylab qo'ydim. Menga maslahating kerak emas, Anibal. O'zing keraksan. Yana ot boqaringiz bo'lamanmi? Buni talab qilyapman. Unda hech qachon kelisha olmaymiz. Shunday qilishga majbursan, Anibal. Seni aybing bilan chalajon odamga aylandim. O'sha ablah meni otishiga yo'l qo'yding. Men u yerda bo'lmaganman. Menga kerak paytingda tashlab ketding. Buni o'zingiz xohladingiz. Endi qolishingni so'rayapman. Yana boshqaruvchi bo'lasan. Katta uyda o'z xonang bo'ladi. 2 hissa ko'p maosh tayinlayman. Emin erking ishlayverasan. Yordamchimsan. Hozir men hech narsaga yaramayman. Turibsan-ku. Hozircha biroz vaqt qolaman. Ahvolingiz yaxshilanguncha. Juda yaxshi. Endi bor. Soqolingni ol, o'zingga qara. Qaroqchilarga o'xshab qo'ygansan. Bor. Ehtiyot bo'l. Salom. Anibal? Senmisan? Singiljonim. To'polonchi. Ancha bo'ying cho'zilibdi. Lekin ko'rmayapman. Juda o'zgaribsan. O'zing ham. Tabriklayman. Anibal? Anibal? Nihoyat. Ochig'ini aytsam hammasini eplayapman. Lekin yordamingdan hech qachon bosh tortmayman. Doim ishonganman, senyorita. Yo tavba. Hovlimizda maxluq qayerdan paydo bo'ldi? Axir bu Anibal-ku. Rostdanmi? Ke, ushlab ko'rchi. Rost ayiqqa o'xshaydi. Sen qaytib kelding. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik. Bu yerda nima qilyapsan?
Ertaga quyosh chiqquncha bu uydan qorayni o'chirasan. Esini yeb qo'ydingmi? Adashmasam bu birinchi marta emas. Charog'ingni kiyla bu yerdan daf bo'l. Senor Lobo, u nimalar deyapti? Senor Lobo, bunday qilmang. Senor Lobo, nega bunday qilyapsiz? Quyosh chiqquncha dedim. Hozir juda bandman, Neves. Bu qanaqa kitoblar? Qishloqdagi qarzdorlar ro'yxati. Endi yangi ko'ylak sotib olsam bo'ladimi? Hozircha kamar olishga ham pulim yetmaydi. Haqiqiy falokat. Mayli, qo'yaver. Ozroq dam ol. Hammasini tekshirishim kerak, Neves. Yaxshi. Davom et. Nihoyat sharob olishga pulimiz bor. Endi o'g'rilik qilishga hojat yo'q, to'g'rimi? Menga so'z ber, janjal ham ochma ham qilmaymiz. Dinamit haqida-ku umuman og'iz ochmaysan, so'z beraman. Hozir shunaqa deyapsan, lekin davom etaversang, bir kuni holimizga maymunlar yig'laydi. Aman. Gvardiyami? Bitta suratni deb harbiylarni chaqirishdimi? Roman, shu yerdan kuzatamiz. Axir aytgandim-ku, oqibati yomon bo'ladi deb aytgandim-ku. Jamari sekiroq. Jin ursin. Harbiylarni yomon ko'raman. Nima bo'lsa hammasidan foydalanamiz. O'roq, panshaxa, bolg'ami, qo'lga tushganni olinglar. Shoshmanglar. Hech kimga hujum qilmaymiz. Faqat so'z kuchidan foydalanamiz. Ularga gap ta'sir qilarmidi? Bunda foyda yo'q. Kuch ishlatsak yanchib tashlashadi. Bizga quloq solishmaguncha norozilik bildiraveramiz, lekin kuch ishlatmaymiz. Menga ber. Ko'pchilikka qarshi hech narsa qila olmaydi. Loboni bilmas ekansan. Lobo ko'pni ko'rgan odam Erminiya, hammamizni qamoqqa tiqqandan unga nima foyda? Vaziyatni tushunib gapimizga quloq soladi. Niyati nimaligini baribir bila olmaymiz. Xudo haqqi, gapimga quloq soling. Zamonlar o'zgaradi. Endi jiddiy masalalarni zo'rlik bilan hal qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin qishloqda emas. Mayli. Men ketaman. Boshlanglar. Faqat mensiz. Gapingga qo'shilamiz, Yelena. Hech qanaqa janjal bo'lmaydi. Qurol ko'tarib bormaymiz. Yelena. Lobo bilan o'zing gaplashasan. Iltimos. Mayli. Faqat men nima desam shuni qilasiz. Ahmoq ekansiz. Lobo siz bilan pachaklashib o'tirmaydi. Qolgani bilan ishing bo'lmasin, Sebastian. Bu yerda nima qilyapsan? Endi katta uyda ishlamayapman. Hannibal qaytib keldi. Lobo bilan nimanidir rejalashtirishyapti. Nimani bilding? Gaplarni eshitib qoldim. Avval ular bor pulingizni tortib oladi, keyin uy joyingizdan mahrum qilishadi. Shundan so'ng hammangizni ketishga majburlaydi. Ularga xalaqit berish kerak. Shunday qilishga majburmiz. Ularni to'xtatamiz. To'xtatamiz. Shoshmanglar. Iltimos, bunday qilmang. Bo'linglar. Mash'alni yoqing. O'roq bolg'ani oling. Xalq, qo'zg'al. Olg'a. Dadilroq. Hamma bizga qo'shilsin.
Senyor Lobo chiqsin. Sen bilan gaplashmoqchimiz. Lobo! Ularga nima kerak? Bizdan qo'rqishyapti. Kuchliroqmiz, buni bilishadi. O'zimiz kiramiz. Xudo. Bu yerda turish xavfli. Rosani olib yuqoriga chiqinglar, tezroq. Neves. Anselmo. Xudodan qo'rqinglar. Axir u yerda begunoh odamlar bor. Hammasini o'ldiramiz. Olg'a! Xonangizni ichidan qulflab oling, tezroq. Men qolaman. Qo'limga qurol ber. Doktor, meni to'sib turing. Anibal, ehtiyot bo'l. Izabel. Almudena, ketdik. Qolganlar qani? Bu yerda faqat biz bormiz. La'nati ablahlar. Hammasini yo'q qilaman. Bitta ham qoldirmayman. Tashqariga chiqmang. Ular hozir g'azab o'tida. Chiq! Baribir o'lasan. Izabel. Chiq! Javob ber, tekinxo'r! Dada. Bizni tiriklayin yoqib tashlashmoqchi yalamaslar. Ehtiyot bo'ling. La'nati ablahlar! Chap tomon rostlan. To'xta. O'ng tomon rostlan. Jangovar tayyorgarlik. Nishonga ol. Yo'q, bunday qilmang. Taslim bo'lamiz. Hushyor bo'ling, hech kim qochib ketmasin. Barcha qurollar musodara qilinsin, leytenant. Ularda qurol yo'q, senyor, faqat tayoq va tosh ko'tarib kelishgan. Aql bovar qilmaydi. Kim qarshilik qilsa, shu zahoti otib tashlang. Ular xavfli emas, senyor. Aytganimni bajaring, leytenant. Ma'zur tutasiz. Ularni ikki guruhga ajrating. Erkaklar bir tomonga, ayollar boshqa tomonga. Boshladik. Ana u ayolni qo'lga oling. Ko'raylikchi, qanday ayolni qutqarib qolgan ekanmiz, kapral. Qara, kim ekan? O'tni o'chiringlar. Qishloq emas, bir balo ekan. Xayrli kech. Men bilan yuring. Xayrli kech. Kapitan Ugarte, 4-piyoda askarlar bo'linmasi. Antonio Lobo, kelganingiz uchun rahmat. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, hammamiz omonmiz.
Rahmat. Vaqtida kelmasangiz quturgan dehqonlar pulimizni ko'kka sovurardi. Ajablanarli joyi yo'q, yarim Ispaniya qo'liga qurol oldi. Tartib o'rnatish uchun yurt kezyapmiz. Hammasiga la'nat, anarxiyachilar bilan inqilobchilar aybdor. Mamlakatni vayron qilishyapti. Shuning uchun bu yerdamiz. Xabar qilganingiz uchun rahmat. Senyor, boshlig'i kimligini aniqladingizmi? Ha, senyor, askarlar. Isyonga shu boshchilik qilganmi? Xuddi shunday. Juda qiziq. Uni qo'yib yuboringlar. Bu ayol aybdor emas. Haqiqiy aybdorlar iniga yashirinib olgan. Bu aka-uka Bravolar. Ular La Quebradada yashashadi. Barchangiz eshitdingiz. Ularga pistirmay qo'yamiz. Kapitan, maslahatimga quloq tuting. Hamma narsaga tayyor turing. Bu odamlar rostdan ham juda xavfli. Xavotir olmang, biz ham oddiy odamlar emasmiz. Yaxshi. Isyonchilarga nima bo'ladi? Birinchi navbatda tushuntirish ishlari olib boramiz. Ular bilan o'zim gaplashishim mumkin. Qishloqda ancha hurmatli odamman. Agar shunday bo'lsa, bu yerga kelmagan bo'lardik. Shu lahzadan boshlab bu yerda men buyruq beraman. Buni tushundingiz? To'g'rimi, senyor Lobo? Lobo. Albatta. Hammasini yaxshi tushundim. Juda soz. Senyoritalar. Diqqat bilan eshiting. Meni ismim Ugarte, Ispan gvardiyasi kapitaniman. Bugungiga o'xshash har qanday g'alayon shu zahoti shafqatsizlarcha bostiriladi. Isyonda qatnashgan barcha erkaklar tergov ishlari nihoyasiga yetmaguncha hibsga olinadi. Keyin ular harbiy sudga topshiriladi. Shu lahzadan boshlab bu hududda faqat men buyruq beraman. Yashasin Ispaniya. Aniq bilaman. Ular o'g'irlangan suratni qidirib kelishdi. Nima gap o'zi? Suratni yashirish kerak. Gvardiya, Lora, gvardiya. Zalmani o'zingni bos. Suratni joyiga qo'y. Lekin qayoqqa, joyi qayerda? Suratni qidirishsa, uni yo'q qilish kerak. Lora, nima qilyapsan? Nima qilib qo'yding? Axir bu Goya-ku. Goya. Janursin. Roman. Roman, o'zingni bos. Roman. Ular shu yerda. Endi kirishga haqqingiz yo'q. Leytenant Ruiz, harbiy kodeksga binoan favqulodda holatlarda bizda shunday huquq bo'ladi. Aka-uka Bravolarni qidiryapmiz. Ularni taniysizlarmi? Albatta, lekin ular bu yerda yo'q. Sayohatga jo'nab ketishdi, uzoqqa, juda uzoqlarga. Qachon qaytishini bilasizmi? Yo'q. Tezroq. Bu yerdan ketmagunimizcha hech qaysingiz qimirlamaysiz. Lora, ushla. Harbiy akademiyaning birinchi qoidasi. Ko'ramiz kimlarni asir oldik. Aka-uka Bravolar. Bo'lishi mumkin emas. Ko'zingni och. Ko'zingni och deyapman. Salom, Cesar. Ugarte. Hamma tashqariga chiqsin. Hamma dedim, leytenant. Qanchadan beri ko'rishmadik? Hali ham hokimiyat uchun kurashyapsanmi? Qancha vaqt o'tdi? 6 yilmi? Junarson, Ugarte, qo'ysang-chi, axir bu bizmiz. Aynan shuning uchun yolg'oningni ko'p bor eshitganman. Oxirgi marta seni foydangga yolg'on gapirgandim. Qo'zg'olonchilar rahbarlariga aylanishing yetti uxlab tushimga kirmaganda.
Ugarda meni bilasan-ku. Hammasini ablah lob uyushtirgan. Kodeksga muvofiq sizlarni hukumatga topshirishim kerak. Tirigingiz yoki o'ligingizni. Ming afsus, Sesar. O'zingni bos, qizishma. Yuraging bormi o'zi ukam? Odamni qo'rqitib yubording. Tirik ko'rganimdan xursandman. Yaxshiligingni hech qachon unutmaganman. Endi qarzimni uzdimmi? Eshityapsanmi? Kimdir hayot bilan vidolashyapti. Kim biladi, balki bravolarni to'ng'iz qopgandir. Yoki g'alayonda halok bo'lgan odamlar uchun qo'ng'iroq chalishyapti. Ular o'lgani uchun biz hali ham shu yerdamiz. Hammasi juda oddiy. Biroz siquvga olgandim. O'z-o'zidan isyon boshlandi. Ko'rding-ku o'zing. Qishloqdan yangilik bor, senyor. Bu yerda nima qilyapsan? Senga qorayni o'chir degandim. Muhim gap, senyor. Gapimga quloq soling. Anibal, nima deganini eshitding? Harbiylar bravolarni qo'yib yuborishibdi. Aftidan Ugartular bilan tanish ekan. Lakebradadan chiqib ketayotganini ko'rdim. Yana besamar urinishmi? Bir kuni o'sha ablahlarni o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Bu ishni gvardiya qilish kerak edi. Buning o'rniga nimaga erishdik? Endi bravolarning ishongan tog'i paydo bo'ldi. Sebastian, sen qol. Odam tanlashda xulosa chiqargansiz deb o'ylagandim. Senyor, qaytishimga ijozat bering. Bunday qila olmayman, Sebastian. Hali foydang tegishi mumkin. Hamisha tayyorman, senyor. Qishloqdagi ko'z qulog'im bo'lasan. Menga o'sha yerda ko'proq keraksan. Bor. To'xta. Hamma diqqat bilan eshitsin. Shu lahzadan boshlab fuqaro gvardiyasi kazarmasi Ispaniya qo'shini tasarrufiga o'tadi. Mahbuslar Badaxosga jo'natilib, isyon va g'alayonda qatnashgani uchun Qoraqo'l nomi bilan mashhur anarxiyachilar guruhi a'zosi bo'lgani uchun o'sha yerda sud qilinadilar. Hammasi yolg'on. Ularga aloqamiz yo'q. Xudo haqqi, bizda hech qanaqa anarxiyachilar yo'q. Go'zal qiz, seni ham hibsga olishimga majbur qilaman. Men rost aytyapman. Leytenant, tezroq, ortimdan yuring. Senyor Lobo bilan gaplashishimiz kerak. Bizga faqat u yordam bera oladi. Ha deganda javobgar odamdan yordam so'rab bormaymiz, Erminiya. Shallaqqa, seni deb erim o'lib ketdi. Hammasini sen boshlading. O'zingni bos. Bolalarimni yetim Bunda qilding. Yelenaning hech qanday aybi yo'q. Sen aralashma, Erminiya. Qasam ichaman, erimga biron kor hol bo'lsa ko'zlaringni o'yib olaman. Bo'ldi, yetar, qo'lingni tort. Yaxshi bo'lishini xohlagandim, xolos. Eslatib qo'yay, bu qishloq urush yoqasida turibdi. Vaziyatni chigallashtirmang. Tarqalinglar. Hammasi yaxshi bo'lishini xohlaganding, shunaqami? Nimaga erishganingni ko'rib qo'y. Shuni menga yediraman desang, hech qachon qaytmayman. O'zimiz
Qo'limizga boshqasi bor. Achib qolgan askarlarga bermoqchiman. Ular yordam bergani kelishdi. Dadang nima qilishni yaxshi biladi. Xavotir olma. Aldayotganing bilinib turibdi. Peshonangga yozib qo'yilgan. Senyorita, iltimos tortishmang. Hali ham shug'ullanyapsanmi? Izabel, Anibal bilan yolg'iz qoldirasanmi? Gaplashib olishim kerak. Albatta. Anibal, bilib qo'yishingni xohlardim. Seni aldamoqchi emasman. Xonamda sodir bo'lgan ish endi hech qachon takrorlanmaydi. Men mol-mulkka qarash uchun qaytib keldim. Buni hali ko'ramiz. Qayoqqa ketyapsan? Kapitan Bravolarning do'sti ekan. Mahbuslarni ozod qilishga yordam berishadimi yo'qmi bilmoqchiman. Ehtiyot bo'l, bu narsa hazil emas. Senga ham nimadir bo'lsa-chi, qizim. Allaqachon bo'ldi dada. Allaqachon. Bobojon, siz ham oyimni yomon deyapsizmi? Senga buni kim aytdi? Odamlar. Yo'q, o'g'lim yo'q. Seni oying hammadan yaxshi. Ha, bor, o'ynab kel. Xayrli kun. Xayrli kun. Nima kerak? Shu lahzadan boshlab do'kon harbiylar nazoratiga o'tadi. Tushundingizmi? Bo'lishi mumkin emas. Axir bu senyor Lobo'niki. Ha, qishloqda harbiy holat joriy qilinguncha shunday edi. Endi hammasini gvardiya nazorat qiladi. Iltimos, binoni tark eting. Bir qadam ham jilmayman. Men o'z uyimdaman. Bunga haqqingiz yo'q. Bunday qila olmaysiz, Miguel. Askar. Mahbuslar yoniga olib boring. Sezar, menga qara. Zarur bo'lmaganda so'ramagan bo'lardim. Iltimos kapitanga ayt, mahbuslarni qo'yib yuborsin. Yelena, men ishlayapman. Bu yerda nima qilyapsan? Akangni kapitan bilan gaplashishga ko'ndirmoqchiman. Sezar, iltimos. Senga yordam bermayman dedim. Bundan tashqari kapitan bilan do'st emasman. Akam hazillashyapti. Biz do'stmiz, birga talonchilik qilardik. Nima? Kapitan bilanmi? Bir paytlar Sesar qamoqqa tushib qolganda. Roman, yordamlashmasang tashqariga chiqib ket. Sen ham vaqtingni zoya ketkazma, Yelena. Sezar, iltimos. Axir begunoh odamlar jazolanadi. Ha, o'sha odamlar meni osishni istashgandi. Xavotir olma, Yelena. Akam bilan o'zim gaplashaman. Oyi! Nima bo'ldi, o'g'lim? Askarlar bobomni olib ketishdi. Ey xudo. Men ham boraman. Yo'raman. Shu yerda qol, bir o'zim boraman. Xayrli kun. Adashmasam, senyor Lobo'ning qizi bo'lasiz. Neves. Kapitan Ugarte. Aslida sizni hibsga olishimiz kerak. Askarlarim jamolingizni ko'rib es-hushidan ajralib qolishdi. Mehmonimiz ekansiz. Bundan xursand bo'ldim. Uyimizda sizni ko'rish biz uchun sharaf. Biz uchun ham. Bu yer juda chiroyli. Uyingiz ajoyib ekan. Xush kelibsiz. Neves. Rosani topib kel. Aka-uka bravolarni nega qamoqqa olmadingiz? Shuni bilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'sh, nega ekan? Ishonchim komil. Ularning isyonga aloqasi yo'q. Balki eski tanish bo'lganingiz uchundir. Iltimos.
Sizni ham do'st deb bilganman. Ha, albatta. Shuning uchun bravolarni qayerdan tanishingizni tushuntirib bering. Barchasi adolatli bo'lishini xohlaymiz. Buni tushunaman. Bizda dalil isbot yoki guvoh paydo bo'lishi bilan ko'zingizni oching, kapitan. Qachondan beri gvardiyaga dalil isbot kerak bo'ldi? Senyor Lobo, tushunasizmi yo'qmi, lekin yarim Ispaniya alanga ichida. Yuzlab qishloqlar isyon ko'targan. Oqibatda kim o'g'ri, kim to'g'ri, hech kim farqiga bormay qo'ydi. Shunday vaziyatda albatta isbot yoki guvoh talab qilinadi. Ungacha mehmon do'stligingizdan foydalanib uyingizda yashab turishga roziman. Zarur bo'lsam, doim yoningizda bo'laman. Film O'zbekiston